Bu dunyo o'tkinchi dunyo. O'rtada jannat turibdi. O'y joy, bu dunyo orzu havas hammasi qoladi. Lekin bir kun emas bir kun qabrga kirganimizda qorong'i qabrimizni nurli qiladigan amali solihlarimiz qabrga kiradi. İnsanning 3 xil do'sti bor. Birinchisi o'lguncha do'st. Ikkinchisi qabrgacha, uchinchisi qabrga kiradigan do'st. O'lguningcha dunyoying, tegindagi markabing, qurgan qavat imoratlaring, hovli joylaring, joning chiqqan kuni bu do'sting sendan yuz o'giradi. Uy boshqa odamning nomiga xatlanadi. Minib yurgan markabning kaliti boshqa odamning qo'liga o'tadi. Qabristondan kelguncha mol mulk hammasi tasarruf bo'ladi. Bu joning chiqquncha do'st. Ikkinchisi qabrga boradigan o'g'illar, qabrga boradigan mahallago'y, belini bog'lab chinorday o'g'illar qabrgacha boradi, qabrga kira olmaydi. Uchinchisi qabrga kiradigan do'st, dunyoda qilgan amali solihing, odamlarga qoldirgan esdaliklaring, odamlarga qoldirgan yaxshi bir xotiralaring, dunyoda qilgan sadaqai joriya, kimdandir masjid madrasalar qoldi, kimdandir bog'roqlar qoldi, kimdandir maktablar qoldi, kimdandir qancha esdaliklar, shogirdlar qoldi, yozgan kitoblar qoldi, tarqatgan ilmi qoldi. Orqasidan otamma, onamma Alloh rahmat qilsin degan farzandlar qoldi. Bir xil insonlar bor, dunyo bo'sh qolmasin deb yaratilgandek, faqat ko'ziga dunyo ko'rinadigan odamlar bor. Yaqinda Turkiyada bo'lib o'tgan voqealarning guvohi bo'ldinglar. Ana o'shanda holatlarda tuproqni tegidan chiqqan, vayronani tegidan chiqqan bir yigit o'zini qismatini gapirdi. Mani boyligim bor edi, mani dunyoyim bor edi. Amalim, mansabim bor edi, katta martabani egasi edim. Ko'zimning oldida ikkita bolam vayronani tegida qolib o'ldi. Ayolim, o'zim 6 oylik chaqaloq bola bir xonada qoldik. Biz xarobalarning tegida ko'milib qoldik. Ikkita bolam ko'zimning oldida jon berdi. Turpoqni tegida yotibmiz, xarobani tegida yotibmiz. Emadigan bola, xotinimning ko'kragida sut qolmadi. Emizib turgan bolani emizolmay qoldi. Endi og'zi xo'llanib tursin deb ko'kragida sut qolmagandan keyin og'ziga tuplab turdik. Oxiri o'zimizni madorimiz qolmadi, tuplashga holimiz yo'q. Xuddi taxtaga o'xshab qurigan yog'ochdek qurib turibmiz kundan kunga. Tuplashga holing yo'q, og'zimizda tufigam qolmadi. Oxiri xotinim barmog'ini kesib, bolani og'ziga qon tomizib turdi. Shu bolani og'zi xo'llanib qolsin, o'lib qolmasin deb. Lekin Allohning irodasi ekan, taqdiri taqozosi. Oradan 3 kun o'tar o'tmas 6 oylik bolam ham qo'limda jon berdi. Endi o'zimizni Xudoga topshirdik. Nima bo'lsa bo'ldi deb turdik. Oradan 9 kun o'tgandan keyin qutqaruvchilar Allohning irodasi bilan bizni vayronani tegidan olib chiqishdi. Men qiyomatning 3 kunini ko'rdim. Qiyomatda alomatini ko'rdim. Endi yer yuziga chiqqanimdan keyin tarki dunyo qildim. Dunyoni ko'rganman, pul topganman, hovli joylarga ega bo'lganman. Agar dunyoni qadri bir arini qanotchalik bo'lganda edi, Rasulullohga vafo qilardi-ku. Payg'ambarga vafo qilmagan dunyo ummatga ham vafo qilmas ekan. Men qancha dunyo yiqqan bo'lsam ham, orzu havas orttirgan bo'lsam ham, qancha oshna g'aynim orttirgan bo'lsam ham, Allohdan boshqa hech kim yordam qila olmadi. Dunyo joningga oro kira olmadi. Bu hovli joy, uy joylar ortingda qolar ekan. Ya'ni Alloh o'zi yarlaqasa, Alloh qalbingni ochsa, Alloh o'zi nusrat bersa, Xudodan yordam keladi, bo'lmasam yordam yo'q. Men tarki dunyo qildim. Dunyo insonga vafo qilmas ekan. Hovli joy, boylik vafo qilmas ekan. Qiyomatda alomatini men ko'zim bilan ko'rdim degan gapni ijtimoiy tarmoqlarda yig'lab gapirgan odamlarning biz suhbatini eshitdik. Shuning uchun muhtaram birodarlar, dunyo qoladi. Alloh insonning qalbiga hidoyat solsin. Agar hidoyat bo'lmasa, insonning qalbida himmat bo'lmasa og'ir narsa ekan.